Assalomu alaykum Elektrotexnika Uz kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Biz kanalimizda ushbu relay haqida video qo'ygan edik. Ya'ni bu relayimiz yoritish asboblarini avtomatik boshqaruvchi astronomik relay RCZ 525. Ushbu relayni sozlamalari va ishga qo'shish jarayonlarini biz alohida video qilib qo'yganmiz. Hozirgi videomiz mana bu relayimiz turibdi. Mana foto relay MD-MO2. Ushbu relaymizda mana vaqt zadirshkalari bor va mana bu datchigi bor. Mana bu datchigi bor. Mana bu datchig yordamida ishlaydi. Ushbu datchig mana bu buni yonboshga o'rnatilgan. Bu datchigimiz fotosoprotivleniya. Ya'ni qorong'ulik tushishi bilan soprotivleniyamiz o'zgaradi va ushbu relayimiz ishga tushadi. Hozir ushbu relayimiz ishdan chiqqan. Shu relaymizning o'rniga mana bu astronomik relayni montaj qilib olamiz. Mana aziz obunachilar, relaymimizni montaj qilib oldik. Endi buni sozlamalariga o'tamiz. Bu relaymizning sozlamalari bizning kanalimizda pastga havola qo'yaman. O'sha havola bo'yicha bizning kanalimizda buni batafsil sozlamalarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana relaymimizni montajini ham tugatib oldik. Mana hozir ruchnoy holda qo'shib ko'ramiz. Qo'shildi va o'chiramiz. Mana relayimiz soatlari to'g'ri. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, Elektrotexnika Uz kanaliga obuna bo'ling, izohlar yozib qoldiring va sizga qaysi videolar qiziqarli bo'lsa, shu haqda bizga yozib qoldirsangiz, biz shu haqda video olishga harakat qilamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.